Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda hozirgi paytdagi eng muhim, eng aktual mavzu bo'lib turgan, ya'ni hammani tashvishidagi, xavotiridagi mavzu dasturlashning kelajagi haqida gapirishamiz. Chunki hammamiz bilamiz, AI sun'iy intellekt bor. Hozir kundan kunga rivojlanib ketyapti va hamma xavotirda bu yog'iga nima bo'ladi? Dasturlashning kelajagi nima? Kelajakda ishlash qanaqa bo'ladi? Odamning o'rni qanaqa u yoqda? Biza kod yozamizmi, yo'qmi? Kim kod yozadi? Ishlash, ish jarayoni, ishga kirish qanaqa bo'ladi? Hamma xohlagan kodini yaratib yotibdi. Shu va shunga o'xshash boshqa savollarga xudo xolasa bu videoni oxirigacha javob olasizlar va olaman, chunki birinchi navbatda bu mavzu o'zimga ham qiziq va shu mavzuga oid keng qamrovli, chuqur tadqiqot va izlanish olib bordim va bu videoda xudo xolasa shu sohadagi ekspertlarni, katta kompaniyalarni, CEO, o'sha boshliqlarini, hammasini xullas shu sohadagi katta o'sha odamlarni, mashhur odamlarni fikrlarini, hamma statistika hammasini xudo xolasa o'rganib chiqamiz. Bu mavzuga oid research qilingan, ya'ni tadqiqot qilganman, chuqur, ya'ni chuqur kiramiz xudo xolasa bu videoga. Endi deb chiqib ketishingizdan oldin sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Nimaga bu mavzu muhim? Nimaga bu videoni sizlar ko'rishinglar kerak? Endi o'rganayotgan bo'lsanglar dasturlashni yoki qanaqa darajadagi dasturchi bo'lishinglardan qat'iy nazar seniormi, middlemi farqi yo'q. Videoni ko'rishinglar kerak agar shu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa. Chunki kimlardir umuman yangiliklarni kuzatmasligilar mumkin. Haqida oxirgi chiqayotgan texnologiya manba, qurollar haqida hech nimani kuzatmasligilar mumkin. Bu degani hech nima bo'lmayapti degani emas. Mana men o'yin yaratdim. Tetris o'yini mana bu yerda sozlamalari bor. O'yinni boshlasa bo'ladi. Mana bu strelkalar orqali boshqariladi. Hamma biladigan xullas Tetris o'yini. Endi sizlarga savol, ishlaydi. Xullas men bu misol hozir o'tib ketdi. Bittasini bo'lib qo'yaylik. Mana bir qator bo'lsa buziladi. Xullas, sizlarga savol, bu o'yinni men nima deb o'ylaysizlar? Qancha vaqtda yaratdim shu o'yinni? Mana bu yerda misol boshqatdan boshlasa bo'ladi. Mana bu sozlamalar bor, mana yorug', qorong'u mod bor, katta kichkina qilsa bo'ladi. Ozgina xatosi bor, mana orqadagi anoni kattalashtiryapti. No, asosiysi mana ishlaydigan o'yin. Mana bu tezligini oshirsa bo'ladi. Xullas, bundoq qilsak, amal qiladi bu, ana ular. Yoki bo'lmasa oldingi holiga qaytarib qo'ysak. Xullas, o'yin yaratib Tetris. Nima deb o'ylaysizlar? Qancha vaqtda yaratdim va qancha vaqtda yaratganimda bu narsani men REPL agent bilan yaratdim. Replit agent bilan yaratdim xullas. Va bu o'yinni yaratishimga menga 5 daqiqa, taxminan 5 daqiqa vaqt ketdi mana shu Tetris o'yinini yaratishimga. Va eng qizig'i, bundan ham qizig'i shundaki, men bu o'yinni yaratish uchun bir qator ham kod yozganim yo'q. Faqat mana shu ingliz tilida nima xohlayotganini berdim va undan ham qizig'i, uchinchisi, buni shu bitta komanda orqali yaratdi. Mana build me modern Tetris game dedim, bo'ldi. Shu bitta bir qator orqali mana shu o'yinni yaratib berdi menga. Va endi men bitta yangi anaqasini qo'sh dedim. Sozlamalarni qo'sh dedim. Mana misol uchun bu yerda o'shani xabarlar, mana misol uchun o'yin tugadi degan xabar chiqadi. Xullas, mana shunaqa gaplar ko'rib turganinglardek mana borgan sari kuchayib ketyapti. Yoki bo'lmasa ikkinchi misol, mana buni Repl agent haqida bilan yaratdim. Mana bu yerda web applicationlar, o'yinlar bu boshqa web applar yaratsanglar bo'ladi. Sizlarga ham maslahat beraman, ko'rishinglarni. Va mana bu ikkinchisi rezyume yaratdim. Bu ham bitta prompt orqali, ya'ni bitta so'rov orqali bu rezyumeni yaratdim. Bu oddiy, men bu yerda bo'lsa bold, bu lovable edi, lovable degan sayt xullas. Bu yerda bold bu orqali o'chib qoldim. Bu yerda o'zimga shaxsiy, ya'ni pullarni boshqaradigan, shaxsiy moliyani boshqaradigan dastur yaratdim bu yerda bold orqali. Tranzaksiyalar bor, o'sha budjetni boshqaradigan xullas. Shaxsiy moliyani boshqaradigan dastur. Endi buni to'g'ri bazaga ulash kerak. Bazaga ulab internetga qo'yish qoldi va mana bu yerda Replitda ham, hamma yoqda ham, misol uchun aytishingiz mumkin, buni internetga qo'yish kerak, faqat o'zingizning kompyuteringda ishlab turibdi-yu deb. Bitta tugma orqali internetga qo'yiladi. Mana shunchalik rivojlanib ketdiki,
Lovable'da ham xuddi shunaqa, Bolt'da ham xuddi shunaqa. Bitta deploy bossam, o'zi internetga qo'yib, domenni ulab qo'ysam bo'ldi. Mana bu ham xuddi shu publish boshlanadi. Bitta tugma orqali internetga qo'yiladi. Ya'ni bundan buyog'iga bu, ya'ni bu AI egallayapti degani, dasturlash yo'qolib ketyapti degani, kelajakdagi ya'ni balandparvoz gap emas, hozir bo'layotgan narsa. Va men misol uchun men o'yinni to'g'risini aytaman, zo'rg'a topdim, kodini qayerdan ko'rishni, men bitta kodini ham ko'rsa bo'ladi. To'g'risi bilmayman nimada yaratganligini. To'g'ri JavaScript brauzer o'yinida yaratgan, brauzer engine qanaqadir nima, server bor, client bor, TypeScript ishlatilgan. Lekin shu aytganimdek, qanaqa stek, qanaqa texnologiyada ishlatganini ham bilmayman. Package JSONni ko'rsak bo'ladi, nimalar ishlatganini mana shu yerda. Va eng asosiysi, men misol uchun front-endchi ham emasman-da. Misol backendchiman. Misol dasturlash umuman bilmaydigan odam ham mana shu agent bilan gaplashib yaratsa bo'ladi. O'shaning uchun ham bu mavzu juda ham muhim mavzu hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Shu yerda mana slaydlar orqali slayd tayyorlaganman. Dasturlash kelajagi haqida bu videoni mana bu ChatGPT va Cloudda o'sha deep research qilish orqali mana tadqiqotni shular orqali qildim. Ya'ni shularga buyruq berdimki, shu butun hamma yoqdan tortib kelganda shuni tadqiqot qilgan, ya'ni deep research qilgan, qanaqa kelajak qanaqa shu mashhur hamma ekspertlarning fikrlarini, chunki bular hammasi meni fikrlarim emas. Men shunchaki shu yangiliklarni ko'rib, bu qurollarni ishlatib yurgan odam sifatida aytaman, lekin mana fikrlar hammasi o'sha odamlarning fikrlari. Ya'ni o'sha Google, Microsoft shularni aytgan gaplarni olganman. Meta, o'sha Zuckerberg va shu slaydlar bilan xudo xolasa boshlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki juda ham foydali va kerakli video bo'ladi deb o'ylayman. Va xudo xolasa bu videoda hamma taraflarni ham ko'rib chiqamiz. Kimlardir misol uchun dasturlash o'rganish kerak deydi, kimlardir o'rganmaslik kerak deydi. O'sha odamlarni o'sha kimligini ham ko'ramiz. Ya'ni kim odam bu gapni aytayapti. Chunki u odam aytayotgan odammi shu ta'lim qanaqa o'quv markazi biznesi bo'lishi mumkin yoki bu tarafda dasturlash yo'q bo'lib ketadi degan odamlar, ular o'sha dasturlash o'rnini egallaydigan qurollar ishlab chiqaradigan korxona egasi bo'lishi mumkin. Shularga qaraymiz va hamma taraflarni ham ko'rib chiqamiz. Bo'ladi, bo'lmaydi, qaysi taraf nima deyapti, xullas ikkala taraflarni ham ko'rib, o'sha o'zimizni xulosamizni qilamiz oxirida. O'sha dasturlashda ishlash bo'yicha va endi o'rganayotganlar uchun ham juda ham muhim mavzu. Chunki bu yog'iga qanaqa bo'lish kerak? Eski o'rganishlar qolib ketdi. Oldingi o'xshab 1 yil, 2 yil o'rganishlar yo'q. 1 yildan keyin uje hozirgi narsalar eskirib ketgan bo'ladi. Yangi versiya har kuni nimalar chiqyapti. O'shanga uzog'i shu 2 haftada nimadir chiqyapti, yangi nimadir qanaqa bu 3 oy ichida qanaqadir o'sha juda ham olamshumur nimadir yangiliklar bo'lyapti. O'shaning uchun oldingichalik o'rganish emas hozir o'sha o'quv markazlari eskicha qolib ketgan. Institut umuman aytmasa ham bo'ladi. Universitetlar 4 yilda umuman arzimaydigan narsa. O'shanga xudo xolasa shularni ham hammasini ko'rib chiqamiz. Xullas, boshladik. Mani birinchi marta ko'rib turganlar, ismim Suhrob, backend dasturchisiman o'zi. Shu dasturlash bo'yicha AI, sun'iy intellekt startap qilish bo'yicha ma'lumotlarga, kurslarga, videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling va kuzatib boring. Bu yoqda dasturlashga oid shu PHP, o'zim PHP Laravel kurslarini chiqarganman, dasturlash bo'yicha. Shu va boshqa mavzular haqida qiziqarli, foydali videolarni topasizlar kanalimda va men ham bu misol uchun bu videoni qilishdan hech qanaqa manfaat yo'q menga. Misol pulli taraflama, men kurs sotmayman. Videoni oxirida kurs sotilmaydi, tekin qanaqadir vebinarga linklar qoldirilmaydi va hech qanaqa pulli kursim ham yo'q meni. Sizlarga hech nima sotmoqchi ham emasman. Ya'ni siz bu videoni ko'rganingizda menga hech qanaqa pulli yoki nimadir yo'q, backendda oxirida nimadir yo'q. O'quv markazim ham yo'q, pulli kurslarim ham yo'q, hech nima sotmoqchi emasman sizga. O'shaning uchun ham menimcha bu narsa o'sha obyektiv bo'lish uchun yetarli. Demak, boshladik. Dasturlash kelajagi, xullas. Va hozir eng katta o'zgarishni boshdan kechiryapmiz. Mana dasturlash sohasida, boshqa sohalarda ham xuddi shu narsa ketyapti. Nafaqat bitta dasturlashda emas, hamma sohada shu to'ntarilish ketyapti. Hozir AI inqilobini markazidamiz. Bu slaydlarni soniga e'tibor beringizlar, tez-tez o'tib ketamiz. Xo'p, bu narsani-chi full screen qilib qo'ysak bo'ladimi? Xo'p, ana, demak, birinchi
Shu katta kompaniyalarni AI qanaqa ishlatyapti, shundan boshlayman. Masalan, hozirgi paytda Google'ning o'zi 25% kodini AI tomonidan, ya'ni sun'iy intellekt yozyapti. Google'da hozir 4 dan biri mana Sundar Pichai gapi, bizning yangi kodimizni 4 dan biri AI tomonidan yaratilmoqda. Bu kelajakdagi bashorat emas, hozir bo'layotgan narsa bu. Va Microsoft ham xuddi shunaqa 20-30% ni AI yozyapti, yangi kodlari. Bu degani nima degani? Misol uchun 10 mingta odam oldin ishlayotgan bo'lsa, hozir o'shani 30% ni, ya'ni 3 mingta odamga uje ish yo'q degani, ya'ni ehtiyoj yo'q va bu oshib boradi. Biz AI bizni kodlash jarayonimizda tubdan o'zgartirmoqda degan o'sha Microsoft CEOsi ikkala texnologiya giganti ham AI integratsiyasini tezlashtirmoqda. Jasoratli bashoratli. Hop, Mark Zuckerberg ham o'sha Joe Rogan bilan bo'lgan intervyuda aytgan, AI bizani o'rta darajadagi middle mutaxassislarni mutaxassis sifatida ishlaydi degan. Ya'ni o'sha kelajakda to'liq middle'larni hammasini ham o'rnini egallaydi deb aytib ketgan u ham. Yoki Anthropic'ga boshlig'i bo'lsa, AI kodni 90% ni yozadi degan. Ya'ni 6 oy ichida keyingi 25 oxirigacha 2025 oxirigacha 90% kodni AI yozadi degan. Mana shu Anthropic'ga, ya'ni mana bu cloudni boshlig'i. Hop, aytgancha, men bu prezentatsiyani o'zi ham AI tomonidan yaratilgan. Mana Anthropic'ga bilsanglar, mana shu bu prezentatsiyaga ham linkini qoldiraman. Xullas, buni o'zi ham AI tomonidan yaratilgan. Mana ya'ni siz front-endchi bo'lsangiz, front-endchilar biladi. Misol uchun sizga qancha vaqt ketardi shunaqa slaydni yaratish uchun. Bu bo'lsa tayyor yaratib beryapti. Hop, kodini ham ko'rsa bo'ladi mana. Mana. Shu prezentatsiyani kodi. Bu slaydlar, ya'ni HTML da yaratilgan. HTML JavaScriptda. Hop, chalmaymiz. Hop. Keyingisi. Va mana shu yerda bitta paradoks bor. Jevons paradoksi deyiladi. O'ylashingiz mumkin, bu sun'iy intellekt, ya'ni AI chiqqandan keyin dasturlash kamayib ketadi. Dasturchilarga talab ham kamayib ketadi deysiz mumkin, lekin bu shu paradoks shundaki, qaytanga oshadi bu. Ya'ni mana Jevons paradoksi shundan iboratki, samaradorlik oshishi bilan, samaradorlik oshgan sari talab kamaymaydi, qaytanga oshadi talab. Ya'ni samaradorlik oshishi bilan unga o'sha narsaga bo'lgan talab ham oshadi, kamaymaydi. Bu narsani o'sha misol uchun tok bilan ko'rsak bo'ladi. Ya'ni tok orqali, misol uchun o'sha chiroq, elektr toki orqali, elektr toki arzonlashgani sabab odamlar uni ko'proq ishlatishni boshlaydi. Unga talab kamayib ketmaydi, qaytanga odamlar ko'proq ishlatadi. Yoki bo'lmasa oldin bo'lgan o'sha neft chiqqanida yoki ko'mir chiqqanida, ko'mirni uni qiymati tushgan sari talab oshib ketgan. Ya'ni odamlar ko'proq ishlatgan bu narsani. Dasturlashda ham xuddi shunaqa. Dasturlashga osonlashib ketyaptimi dasturlash? Endi bundan buyog'i uni ko'proq dasturlar yaratiladi. Ya'ni bundan buyog'i hamma o'zini dasturini yaratadi. Mana menga o'xshab o'yin dasturchi va yana bitta narsa shu yerda, bu yoqqa ishga kirish ham umuman boshqacha bo'ladi. Mana men hozir sizlarga ko'rsatdim. Shu o'yin yaratdim, to'g'rimi? Men buni misol bu kod 100% menga tegishli bu kod. Shu kodni GitHub'imga qo'yib, men bemalol ishlarga portfolio sifatida men bu portfolio saytimni ham misol uchun oldin qancha ish ketardi buni yaratish uchun. Hozir men bu narsani bemalol o'zimni portfolio sifatida qo'yishim mumkin GitHub'ga. Yoki men bu Bolt'da ham xullas, misol men Next.js'da yaratilgan bu narsa. Bemalol men shu narsani qo'yishim mumkin. Endi bundan buyog'iga siz ishga kirayotganingizda sizni portfoliongizga qaramayapti ham deyarli. Oldin portfolioga qayrilgan bo'lsa, chunki kim biladi, siz buni AI tomonidan yaratdingizmi, o'zingiz yaratdingizmi, qo'lda yaratdingizmi, bunga to'g'ri javob ham topilgani yo'q hali. Odamlar o'ylayapti, bundan buyoq qanaqa qilsak bo'ladi? Odamlar xohlaganicha kod yaratyapti, xohlagan narsasini yarata oladi. AI ga bitta aytsa, bir qator buyruq orqali yaratib beryapti. Endi biz uni portfoliosiga qarashimizning hojat qolmayapti, chunki hammada bir-biridan zo'r proyektlar hammasida. O'shanga uni bilimini tekshirishni hali o'ylab topishgani yo'q. Hozircha bu ishlab chiqilyapti. Endi AI erasida, AI zamonida qanaqa qilib sinasak bo'ladi? Chunki misol miyasida borini o'sha o'rganganini so'rasak, hozir hech kim miyasida saqlamaydi. Hamma o'sha AI ishlatadi, chat ishlatadi. O'shanga
Bunga hali ham men ham bilmayman, to'g'risi javob topilgani yo'q. Va mana shu aytgandek, qo'rqmanglar, misol asosiysi dasturlash osonlashgani sari unga bo'lgan talab ham oshadi. Mana tarixdan misollar keltirilgan. Assembler o'rniga yuqori darajadagi tillar chiqqan. Bu ko'proq dasturchilar keltirib chiqargan. Terminal o'rniga IDE'lar chiqqan. Yana ko'proq dasturlash kuchaygan. Ya'ni ko'proq dasturchilar shu paytgacha faqat rivojlangan dasturlash sohasi. Bir-birini o'rnini egallagan bo'lsa ham. Mana manual, ya'ni oldin tilni o'zida kod yozilgan bo'lsa, keyin frameworklar chiqdi, to'g'rimi? Framework chiqdi degani dasturlashni dasturchilarni kamaytirib yubordi degani emas, qaytadan ko'proq dasturchi bo'ldi. Va hozir ham AI vositalari chiqib ketdi. Bu orqali ham endi oddiy odam ham dasturchi bo'lishi mumkin. Dasturlashdan xabari yo'q odam ham o'zi dasturlar yarata oladi hozir. Xuddi men yaratgan o'yinimga o'xshab, tegidagi koddan xabar yo'q bo'lsa ham, nima bo'lganini bilmaydigan bo'lsa ham, bemalol dastur yaratsa bo'ladi. Va statistika dunyoda hozir 47 millionta dasturchi bor ekan. Bu 2022-yilda 31 millionta bo'lgan ekan. Ya'ni 2022da bilsanglar ChatGPT chiqqan, o'sha undan oldin bo'lgan, lekin ommalashgan, sun'iy intellektni ommalashgan payti 22-yil bo'lgan va mana ko'rganingizdek 50% o'sish bo'lgan 3 yilda, atigi 3 yilda. Mana 2025-yilda 47 million. Xullas, AI chiqqandan keyin ham o'sish bo'lgan, kamayish emas, dasturchilar kamayib ketgani yo'q ChatGPT chiqqandan keyin. Keyingisi dasturchilar nima deb o'ylayapti hozir? 76% dasturchilar AI vositalaridan foydalanadi yoki rejalashtirmoqda va dasturchilarning faqat 13% keyingi 5 yilda shu AI to'liq dasturchilarni almashtiradi deb o'ylar ekan. 13% dasturchilar shunaqa deb o'ylar ekan. Ya'ni bu aksariyat dasturchilar AI tahdid sifatida emas, qaytangi vosita sifatida ko'rmoqda. Ya'ni o'zi bizlar uchun, dasturchilar uchun yangi qurol keldi, shu sun'iy intellekt agentlar degan. Xo'p, endi GitHub Copilot bu ham shu yordam beradigan qanaqadir ta'siri haqida aytilgan. Tezroq vazifa bajarish. O'z vazifa bajarish 55% ga tezlashgan GitHub Copilot ishlatish orqali va kod sifatiga bo'lgan ishonch 85%. Ya'ni juda ham ishonchli kod yozadi degani bu Copilot. Bularni aytganimda hammasi Anthropicga Deep Research orqali qilingan bu slaydlar. Ish bozori AQSh Mehnat statistika byurosi prognozga ko'ra 33-yilga kelib 17% ga o'sish bo'ladi. Ya'ni hozir 47 million bo'ladigan bo'lsa, shu 17% ga o'sishini bular shu prognoz qilishyapti. Xo'p, AI dasturchilarni almashtirish o'rniga dasturchilarning sonini ko'paytiradi. Mehnat statistika tahlilchilari shunaqa deb o'ylashyapti. Endi hozir bilan kelajakni ya'ni evolyutsiyani ko'rib chiqadigan bo'lsak, hozir kod yozuvchi sintaksni bilasiz va tillarni bilasiz, to'g'rimi? Kimdir PHP ni biladi, kimdir Python ni biladi, frameworklarni bilasizlar, to'g'rimi? Hozirgi paytda shunaqa, bugungi kunda va boilerplate kod yozish, ya'ni o'sha Laravelda, Djangoda yoki frontend'dagi boilerplate kodlar, ya'ni misol qanaqadir UI framework ishlatasiz, Bootstrap, Tailwind CSS, har xil template'larni ishlatasiz. Bular hammasi boilerplate, ya'ni takrorlanadigan, qayta yoziladigan kodlar hisoblanadi. Oddiy debugging qilinadi hozirgi paytda. Kelajakda bo'lsa, kelajakda emas, hozir va bundan buyog'iga siz ko'proq bunaqa sintaks qilmaysiz yoki tillarni bilishingiz shart emas. Siz endi arxitektura qarorlarini qabul qiladigan odam bo'lasiz, buyog'iga dasturchi va tizim dizaynini tuzadigan odam bo'lasiz bundan buyog'iga. Va AI vositalarini boshqaruvchi bo'lasiz va murakkab muammolarni hal qiladigan odam bo'lasiz endi bundan buyog'iga. Nimaga? Chunki hozir ko'rganimizdek kodni 100% AI yozgandan keyin biza faqat qaysi stekda yozasan, qaysi texnologiyani ishlatasan, shuni aytsak bo'ldi, u yog'ini o'zi qilib beradi. Mana bu portfolioni ham, misol uchun, mana buni ham Next.js da qilinganini ham, mana oldin qancha vaqt ketadi tasavvur qilinglar. Misol uchun, bilgan odam biladi, dasturlash noldan qilgan odam mana shuni Next.js da yaratishi yoki qanaqadir UI ishlatib, mana shuni 5 daqiqa, 10 daqiqada yaratib beryapti. Hozirgi paytda bu kelajak emas. O'shaning uchun bundan buyog'iga shu asosan arxitektura qarorlarini qabul qilasiz, AI ni boshqarasiz, tizimni dizaynini tuzasiz va murakkab muammolarni hal qilasiz. Xullas, AI orkestrator
degan ko'proq dasturchi emas, AI orkestrator degan vazifani shunaqa rolni bajarasiz bundan buyog'iga. Dasturlashni tabiati o'zgaryapti. Mana ko'rganinglardek, dasturlash tabiati o'zgaryapti. Dasturlash murakkab sintaksni o'rganishdan ko'ra kompyuterga tabiiy tilda muloyimlik bilan so'rashga aylanmoqda deb Jason Huang aytgan, Nvidia'ni CEOsi. Va bu demokratlashtirish, dasturlash sohasi demokratiya bo'lyapti xullas, ya'ni hamma uchun accessible, hamma uchun imkoni bor narsaga aylanyapti. Oldin misol uchun shu paytgacha shunaqa bo'lib kelgan, dasturchilar, aytishniklar shu g'orda o'tiradigan qanaqadir qora qutidek ko'rilganda, bilmaydigan odam uchun bu nima, u kompyuterda bir baloq o'tirishadi deyishgan. Hozir unaqa emas, bundan buyog'iga oddiy odam ham shunaqa manga o'xshab, xuddi mendek shunda AI ga kiradida, bu agentlar bular, oddiy GPT emas bular. ChatGPT ni ishlatsangiz juda ham hamma imkoniyatdan foydalanmayapsiz degani. Shunday kiradida, menga Tetris o'yinini yaratib ber deydi. Mana 5 daqiqa kutadi. 5 daqiqa kutgandan o'yin yaratib beradi, deploy bosadi, deploy ham qilib beradi bitta tugma orqali va telefoniga shunday yuklaydi, telefonda o'ynab o'tiradi. Bu yog'iga hamma o'zi uchun xohlagan dasturini yarata oladi endi. Bu faqat o'yin emas, xohlagan, misol menga o'xshab, mana misol uchun menga o'zimni moliyamni boshqarish uchun dastur yaratib ber dedim, yaratib berdi Next.js'da. Bitta tugma orqali deploy qilaman, bo'ldi, ishlab turaman. Ya'ni oddiy odamlar, bu yoq men kodni bilish shart emas. Men buni to'g'risi kodi qayerda yozilganini ham ko'rmayman. Chunki bu toollar bo'lar, mana shu qurollar ming xil chiqib ketgan. Har xili bor, mana Lovable bor, Bolt bor. Maslahatim hammasini o'rganing, hammasini ishlatib ko'ring, eng kamida ishlatib ko'ring. Har nima yangi chiqsa ishlatib ko'ring bundan buyog'iga. Endi shunaqa pulli qanaqa SAS o'ldi, bu yog'iga hamma o'zini agenti bo'ladi. Shunaqa mana qurollar chiqadi. Misol uchun qanaqadir pulli dastur ishlatgandan ko'ra menga mamtga kirib, bular tekin turadi, mana hammasi tekin versiyasini ishlatyapman haligacha. Bittasiga ham pul to'lamaganman. Pulli bo'lsa ham uzog'i $20 bo'ladi. Bemalol $20, oyiga $20 turib xohlagancha dastur yaratish qanaqa mazza. Misol uchun endi shu unaqa dasturlar sotilmaydi. Undan ko'ra menga kirib, menga misol uchun moliyamni boshqarish uchun dastur yaratib ber deyman. Keyin nima deyman? Yana misol uchun o'sha odatlarni boshqaradigan dastur yaratib ber deyman. Shaxmat o'ynaydigan dastur yaratib ber deyman. Pul to'lashga hojati yo'q. Boshqa odamlardan dastur sotib olishga hojati yo'q. Va eng qizig'i bu kodni bilish shart emas. Bular shunchaki kuchayib ketdiki, yaxshi kod yozyapti xullas. Dastur ham yaxshi, hammasi dizaynni oldin haftalab, oylab ketadigan dasturlar hozir daqiqalarda yaratilyapti. O'shaning uchun bu o'sha demokratiya bo'lyapti. Ya'ni hamma uchun iloji bor bo'lgan narsaga aylandi dasturlash. Oldingidek emas, aytishniklar unaqa yo'q, unaqa emas. Hozir xohlagan odam dastur yarata oladi. Faqat shu videoni boshida aytganimdek, misol uchun siz bu narsalarni kuzatmayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni bu hammasi ingliz tilida chiqyapti, bu yengilliklar. Siz xabaringiz yo'q bo'lishi mumkin. Bu degani bular bo'lmayapti degani emas. Siz shunchaki eski fikrlagan, eskida qolib ketgan bo'lishingiz mumkin. Chunki men o'zim ham bu narsani boshimdan o'tkazganman. Ozgina shularni kuzatmaganligim uchun ancha orqada qolib ketibman. Tushunib yetdimki, ya'ni bular bo'lyapti bular. Hozir bor bu narsalar. Shunga bir xil bilmasligi mumkin. Misol O'zbekistonda ayniqsa ko'pchilik ishlatmaydi, bilmaydi bularni ham. Misol uchun mashina yaratish ham, o'sha Repl agentni ham oddiy odamga aytsangiz tushunmasligi mumkin, lekin xudo xolasa sekin-sekin yana yetib keladi deb o'ylayman buni ham. Ko'proq odamlar dastur ta'minot yaratishi mumkin. Malakali dasturchiga talab oshadi. Talab bor va murakkab tizimli loyihalar muhimroq bo'ladi. To'g'ri, chunki bular oddiyroq desak bo'ladi, murakkablarga baribir dasturchi kerak. Xo'p, yuqori maosh, AI ML rollari uchun maosh mukofoti shunaqa foizga oshyapti. Python developer o'rtacha 130 ming yiliga dollar, sun'iy intellekt mutaxassisi bo'lsa o'rtacha 160 ming, ya'ni dasturchidan ko'ra ko'proq pul ishlayapti. Xo'p, Python tarixda birinchi navbatda birinchi dasturlash tiliga chiqdi. Ya'ni GitHubda eng mashhur tilga aylandi 24-yilga kirib 10 yilda birinchi marta 10 yilgacha shu paytgacha JavaScript birinchi o'rinda bo'lib ketgan. Chunki ham serverda, ham frontendda, ayniqsa frontend hammasi JavaScript bo'lganligi uchun birinchi o'rinda edi va tarixda birinchi marta Python birinchi o'ringa chiqdi. 10 yildan beri. Xullas, AI va data science Pythonni yuksalishini harakatga keltirmoqda deb aytishyapti. Xo'p, inson bilan AI hamkorligi endi qanaqa bo'ladi?
AI yaxshi bajaradi. Naqshlarni aniqlash deganda bu yerda patternlarni aniqlash, ya'ni takrorlanadigan narsalarni aniqlashda AI yaxshi. Boilerplate kod yozish, ma'lum yechimlarni amalga oshirish, takroriy vazifalarni bajarish. Inson nimani zo'r bajaradi? Ijodkorlik, innovatsiya, biznes kontekstni tushuntirish, ya'ni biznesni tushuntirish, arxitekturani ko'rish va axloqiy mulohazalar, ya'ni mantiqiy o'ylash, shularni birlashtirib AI va insonni o'sha hamkorligi, ya'ni AI mardikor, ishchi, o'sha usta, siz bo'lsa boshqaruvchi, buyruq beruvchi bo'lasiz bundan buyog'iga. Dasturchi bo'lsangiz ham, dasturchi bo'lmasangiz ham buyog'iga shunaqa bo'ladi. Chunki bitta narsa bor, mana misol uchun bularni tan olmaydigan odamlar ham borda, o'zim yozganim yaxshi, yo dasturchilar bo'ladi deb. Shu xudo xohlasa post ham qo'yaman bu haqda. O'sha bitta odam qaysidir joyga, qaysidir bitta rivojlanayotgan davlatga borganda, odamlar shu yerni belkuraklar bilan o'yayotganini ko'radi, lapatkalar bilan o'yayotganini ko'radi. Mana bu yerda katta traktorlar, o'sha ekskavator, katta texnika turganda, yuzlab odam ishni bajaradigan odamlarga ular o'sha belkurakda yer o'ydirayotgan ekanda, nimaga bunaqa belkurakda qo'yasizlar? Mana traktorlar bor desa, yo biz ish o'rnini saqlab qo'yamiz, ya'ni ish o'rnini yaratamiz. Traktorda bitta odam qiladigan bo'lsa, hozir mana 100 ta odam qilyapti shu ishni degan ekan. Keyin odam aytgan ekan, shu odamni kimlik aniq ismi ham bor. Undan ko'ra men belkuraklarni olib qoshiq beringlar, undan ko'ra 1000 ta ish o'rni yaratasizlar degan ekan. Ya'ni shundan xulosa qilsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha AI, mana bu buldozer, ekskavator, traktorlar turib, qo'lda kod yozishga unaqa hojat bo'lmay qoldi. Nima deydi? Bu narsa moliyaviy, iqtisodiy arzimaydigan bo'lib qoldi-da, odamlarga kod yozdirish. Mana bu misol uchun dasturchiga bersangiz, mana shu shaxsiy o'sha moliyaviy boshqaradigan dasturni qanchada yaratardi u. Bu mana bu daqiqalarda yaratib ber. Mana tugmalar ishlaydi. Hozir ishlamay qolibdi. Xo'p, shunaqa narsaga aylanyapti. Ya'ni siz bu yog'iga buyruq beruvchi bo'lasiz. Va bu siz xohlaysizmi, yo'qmi, shunaqa bo'lyapti hozir. 1000 dasturlashni yaxshi ko'rsangiz ham shunga qarab ketib, hobbiga aylanib ketyapti borgan sari odamni kod yozishi. Xuddi shu belkurak traktor turganda belkurak ishlatishga o'xshab qolyapti. Cheklovlari, misol cheklovlar bor hali ham, misol uchun murakkab arxitektura qarorlarini bilan kurashadi. Ya'ni murakkab arxitekturani qila olmaydi hali. Biznes konteksti, biznesni tushunmaydi yoki sizni nimani xohlayotganingizni ham tushunmaydi bir xillada. Yangi vaziyatlar uchun ijodiy yechimlar topa olmaydi yoki katta tizimlarni to'liq tushuna olmaydi. Ya'ni bu modellarni ham, LLM modellarini ham kontekst oynasi bor, ya'ni miyasiga qanchadir tekstni sig'dira oladi. Misol ChatGPT ni ishlatgan bo'lsanglar, bilasizlar, qaysidir paytdan keyin eski narsalarni esidan chiqarib yuboradi. Kontekstda to'ladi xolos. Millionta token, 2 millionta token o'sha kontekstda, ya'ni miyasiga shuncha narsani sig'dira oladi. Lekin bu hozircha, kelajakda 10 millionta, 100 millionta tokenlarni sig'dira oladigan bo'lganda, ya'ni 10 barobar, 100 barobarga chiqqanida bu mana bu murakkab mavzular ham, murakkab dasturlar, katta tizimlar ham modellar uchun umuman muammo bo'lmay qoladi. Chunki uni miyasiga sig'dira oladigan bo'ladi bu. Xudo xolisa rivojlangani sari. Aytgancha yana bitta narsa, mana bu Replit bu agent hisoblanadi. Ya'ni bu aytgandek, siz ChatGPT ni yo cloudni o'zini ishlatayotgan bo'lsangiz, ancha orqada qolib ketgan ekansiz. Chunki hozir agentlar chiqib ketgan. Bu agent, Bolt ham agent, Lovable bilmadim, agentmi yo'qmi? Agent bo'lish kerak katta ehtimol. Ya'ni bu nima qiladi? Bu, misol uchun men bunga aytdim-ku, mana bitta menga Tetris yaratib bergin deganimda, bu agentlarni ishga tushirdi. Birinchi rejasini tuzib chiqdi, o'zi kodini yozdi, o'zi test qildi, o'zi rang qo'yatdi va o'zi shu meni tushunib hamma ishni o'zi qildi. Xullas bu 5 daraja hammasi agentlar bo'ladi. Ya'ni bu yog'iga siz buyruq bermaysiz, siz agentga buyruq berasiz, u agent boshqa agentlarga buyruq beradi. Test qilish, cloud code chiqqan hozir. Cloud code bu ham agent hisoblanadi. Ya'ni men asosan shuni ishlatyapman, o'shanga maslahat beraman sizlarga ham. Shu cloud code kursor yoki Windsurfdan ko'ra to'g'ridan to'g'ri shu cloud ishlatsangiz, bu terminal orqali, ya'ni buyruq berasiz, bu ham shu olib kelish, test qilish, run qilish hammasini o'zi qiladi, agentlar qiladi. Siz shunchaki buyruq berasiz, bo'ldi. Shu agentlarni o'rganish 25-yil, 26-yil bu agentlar yili hisoblanadi. Xullas, bu ham ketdi. Microsoftda yondashuvi qanaqa bo'ladi? Microsoft
qanaqa qilib demak dastur yaratyapti hozir. Birinchi AI kodini yaratadi. Birinchi kodni yaratadi. Inson uni ko'rib chiqadi, nazorat qiladi, sifat, mantiq tarafdan va shu takomillashtiriladi, integratsiya qilinadi, kattaroq tizimga moslashadi. Ya'ni AI yozadi, inson ko'rib chiqadi va shuni rivojlantirishadi yana. No code, low, ya'ni umuman kod yozmaslik. Bu narsa oldindan bo'lgan. Misol uchun WordPress no code hisoblanadi. Wix, ya'ni mana shu hamma drag and drop sayt yaratadigan qurollar no code hisoblanadi. Bozor hajmi 37 milliarddan 264 milliardga yetar ekan 2032-yilgacha. Hozirgi. Ya'ni ko'rasizlar, shu 7-8 barobarga oshyapti. 7x o'sish bo'lgan ekan 7 yilda. No code platformalar professional dasturchilarga yangi imkoniyatlar yaratadi deb Gartner tahlilchilari aytibdi. Xo'p, dasturchilar demografiyasi Hindiston 2024-yilda birinchi raqamli mamlakatga yetib bo'ldi. Dasturchilarni soni bo'yicha mana 4 milliondan 7,5 millionga chiqibdi 25-yilda, ya'ni 2x o'sish 3 yilda. Hindiston hozir menimcha birinchi o'rinda dasturchilar soni bo'yicha. Bu aytdim 47 million butun dunyo bo'yicha dasturchilar. Xo'p, AI qabul qilish, ya'ni AI ishlatish. Amerikada 90% dasturchilar allaqachon AI ishlatyapti. Mana ko'rib turganingizdek, hamma yangilik, hamma innovatsiya Amerikada bo'lyapti. O'shaning uchun ingliz tilini o'rganishingizni, yangiliklarni hammasini ingliz tilida to'g'ridan-to'g'ri kuzatib borishingizni maslahat beraman. Shu kimdir ham aytgandi, bundan buyog'iga ingliz tili yangi dasturlash tili bo'ladi deb. Menimcha bu yerda bormi yo'qmi ko'ramiz. Xullas ingliz tili yangi dasturlash tili bo'lyapti. Chunki mana bular modellar hammasi ingliz tilida gapirish kerak bularga. Hindiston 81% ishlatyapti, Braziliyada 61%, Germaniyada 60% bor yo'q dasturchilar AI ishlatayotgan ekan. Xo'p, yangi dasturlarga kelib 22% dasturchilar demak boshqa sohalardan o'tayotgan ekan. Domen tajribasi tobora qimmatli bo'lib bormoqda. Mana domen tajribasi degani bu, ya'ni bitta sohadagi tajriba. Mana sog'liqni saqlashda, moliyada, ta'limda, biznesda tajribangiz bo'lsa, endi sizga dasturchi ham kerak emas. Uni shu dasturlash bilmaydigan odamlar ko'rayotgan bo'lsa, mamga kirib, Replit ga kirib, Lovable ga kirib, Bolt ga kirib yoki Cloud kodni ishlatib, o'zingiz dasturchi yaratsangiz bo'ladi. Endi siz chunki domen tajribasi bo'lgandan keyin o'sha sohani biladigan odam bo'ladi. Masalan, meditsinada qayerda nima, o'shani bilasiz, qayerda muammo, qana o'sha yechimni ham bilasiz, o'zingiz bilishingiz mumkin. Endi siz bu yog'iga o'sha mana shu qurollarni AI ishlatib dastur yaratsangiz bo'ladi. O'shanga bitta sohadagi tajriba ham qimmatli bo'lib bormoqda borgan sari. O'qituvchi bo'lishi mumkindir, qanaqa buxgalter bo'lishi mumkin, dastur yaratsa bo'ladi hozir bemalol. Xo'p, maoshlar bizga kerak emas. Bular statistikalarni aytdik. Mashhur AI kodlash vositalari. Hozirgi paytdagi eng mashhurlari GitHub Copilot, shu VS Code ga integratsiya qilingan, Cloud, Anthropic, Cloud Code, Cursor va Devin. Endi men Devinni maslahat berayman, chunki shu Devin ham Builder.io ham, Builder.io degani ham bor. Bular shu qanaqa odamlar pulini shilgan, scam qilgan. Ya'ni odamlardan biza AI kod yaratyapti deganda bu yoqda hindistonliklarga kod yozdirgan. Shunga mem ham chiqib ketdi, prikol. AI degani AI deb yoziladi, Actual Indian degani, ya'ni aslida hindistonlik degan ma'noni bildiradi deb shunaqa prikol ham chiqib ketdi. Chunki AI deb bu yoqda hindistonliklar arzon narxga hindistonliklar ishlatib kod yozdirayotgan ekanda. Endi bu shunaqa holat, lekin ma'mala rostdan bu yoqda rostdan sunchilik kod yozyapti, bunga shubha qilmasanglar ham bo'ladi, bilmaydiganlar. Endi case studylar muvaffaqiyat, misol uchun mana Nubank degan kompaniya, bank Braziliyadagi samaradorlikni 12 martaga oshirgan, 12 karraga oshirgan, xarajatlarni bo'lsa 20 karraga tejagan, kamaytirgan. Endi bu 20 karra tejadi degani juda ham ko'p dasturchilar ishdan bo'shab ketdi degani. Chunki eng katta xarajat oylik hisoblanadi. Ayniqsa dasturchilarning oyligi qimmat bo'lganligi 20 karra tejadi degani juda ko'p dasturchilar ishdan ketdi degani. Samaradorlik oshdi degani endi kam dasturchi, 10 ta dasturchi, 100 ta dasturchidan ishini qilyapti degani. AI ishlatish orqali.
Xo'p, dasturlash tillari eng yuqori to'lanadigan tillar 25-yilda Rust bo'lyapti, Scala, Go, Python mana AI uchun va TypeScript Enterprise Web uchun, Go Cloud Native ilovalar uchun, Scala Big Data uchun. AI integratsiya barcha tillarga ta'sir qilmoqda mana. Xo'p, AI yordamida rivojlanish metodologiyalari, yengish oqimi, xullas plan. Xo'p, reja tuzish, birinchi arxitekturani, dizaynni tuzib olasiz, inson boshchiligida, keyingisi qurasiz, ya'ni AI kodni yozadi. Rejani tuzgandan keyin AI ga, mardikoriga, shu ishchiga kodni yozdirasiz va siz inson review qilasiz, siz tekshirasiz, takomillashtirasiz va sifat biznes o'sha biznesga to'g'rimi yo'qmi, ya'ni mantiq hamma boshdan oxiriga to'g'ri ishlayaptimi shuni review qilib, yana AI ga qaytadan yozdirasiz xolos. Xolos nima bo'lganda ham qurish, kod yozish hammasi AI boshiga tushyapti. Shuni esingizda tursin. Tanqidiy fikrlar mana Linus Torvalds, ya'ni Linux yaratuvchisi aytayaptiki, AI 90% marketing, 10% haqiqat, ya'ni juda ham 90% hype deyapti. Lekin xuddi shu odam o'zi yana aytayaptiki, AI keyingi 5-10 yil ichida rivojlanish vositalarini yaxshilashi mumkin deb. Xullas muvozanat muhim, ikkala taraf ham bor. Almashtiradiganlar ham bor, almashtirmaydiganlar bor. Chunki kimlargadir yoqadi-da kod yozish, uni butun dunyosi, uni haqiqati kod yozish bo'lgan bolaligidan. Ularga qiyin kodni tashash. O'shanga xuddi mana hozir misol uchun mashinalar, avtomobillar chiqib ketgani bilan, ularda nechta ot kuchi, mingtalab ot kuchi bor bo'lgani bilan otni ishqibozlari bor. Ular hali ham otga qiziqadi, ot minishiga qiziqadiganlar bor. Kodlash ham bu yog'iga shunaqa bo'lishi mumkin. Ko'nikmalarni tanqisligi sodir bo'lyapti. Ya'ni hozirgi 26-yilda 5.5 trillion dollar tanqislik bo'lyapti. Ya'ni yetishmovchilik degani bu degani dasturchilarga, dasturlashga talab, ya'ni tanqisligi bo'lyapti. AI ko'proq dasturchilar kerakligini anglatadi, kamroq emas deb mana Infoword tahlilchilari aytayapti. Ya'ni AI qaytadan ko'proq dasturchi kerak bizga. Shunga xavotir olmasanglar bo'ladi. Lekin aytayotganimdek, o'rganish va ishlash o'zgardi. Oldingichalik o'rganish emas, 6 oylar, 1 yillab o'rganish emas, umuman boshqacha o'rganish. Ishlash ham xuddi shunaqa o'zgardi, ya'ni evolyutsiya, takomillashish, rivojlanish bo'ldi. Lekin o'sha dasturlash o'ziga bo'lgan ehtiyoj qolmayapti hozir. Endi bu yog'iga qanaqa ko'nikmalar muhim bo'ladi? Xo'p, kod yozish, sintaksni bilish, tilni bilish muhim emas ekan bundan bu yog'iga. Buni bildik. Xo'p, endi unda nima muhim bo'ladi degan bo'lsak, boya qisqacha aytdik. Tizimni arxitekturasini tuzish, ya'ni butun katta rasmni ko'ra olish, tepadan ko'ra olish, butun tizimni, loyihani. Bu muhim, bu yog'iga shu ko'nikma muhim hisoblanadi. Birinchi o'rinda turibdi va AI bilan samarali ishlash. Prompt engineering, ya'ni to'g'ri buyruq bera olish, to'g'ri prompt yoza olish. Va AI qurollari, ya'ni bu qurollar hammasini yangisini o'rganib bilib, hammasini ishlatib borish kerak. Bu orqada qolib ketmasligi kerak. Mana shu eng yomoni shu, orqada qolib ketmang, yangiliklarni hammasini kuzatib boring. Domenga oid bilim bilish, ya'ni sohaviy tajriba. Qanaqa soha? O'qituvchimisiz? Bitta soha keldi, mayli aytmay qo'ya qoling. Qanaqa sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar bu yo'g'i muhim. Chunki endi sizning qo'lingizda juda ham kuchli dasturchi bor. AI dasturchi bor. Mana shu Replit, Cloud Code, Cursor. U xohlagan dasturingizni yaratib bera oladi sizga. Endi bu yog'iga dastur yaratishda muammo yo'q bu yog'iga. Endi siz qaytanga endi tajriba kerak, ya'ni muammoni bilish, muammolarni hal qilish bu yog'iga muhim hisoblanadi. Misol siz meditsinada bilasiz, qanaqadir bor, nimadir kerak, qanaqa dastur bo'lsa yaxshi bo'lardi. Shu dasturni yaratingni mana chiqaring mana bu yoq. Shuncha xullas qanaqa sohada bo'lishidan qat'iy nazar bu yog'iga tajriba muhim va ijodiy muammolarni hal qilish, ya'ni kreativ o'ylash, yangi yechimlarni berish. Chunki AI hozircha kuchsiz bu sohalarda, ya'ni u aniq narsani yozish, aniq fanlarda kuchli, ya'ni fizika, matematika, dastur yozish, kreativ o'ylashda baribir insonga yeta olmaydi. O'shaning uchun bular muhim. Axloqiy mulohazalar, etika, ya'ni to'g'ri kimlardir kamsitmaslik, o'sha anaqa buyruq berayotganda millatchilik qilmaslik, mahalliychilik qilmaslik. Shu xullas shu axloqiy normalarga sodiq qolish kerak. Kommunikatsiya, ya'ni texnik bo'lmagan ishlar bilan. Bu yog'iga texnik ishlardan muammo bo'lmaydi.
o'zinglar ko'rib turganinglardek. O'shaning uchun shu kommunikatsiya, mana shu savdo sotiq shular muhim hisoblanadi. Xo'p, bugun endi nima hamma har bittanglar uchun reja endi nima qilishinglar kerak bu yog'iga. Hozirdan boshlash kerak. Bugunoq AI vositalarini sinab ko'ring. Bu aytgandek, mana Copilot, Cloud, GPT. Bu GPT bular agent emas. O'shaning uchun men sizlarga agentlarni ishlatishni maslahat beraman. O'sha Cursor, Replit agent, Windsurf shularni ishlating. Bu ChatGPT ga yozib, tekstni olib bu yoqqa ko'chirayotgan bo'lsangiz, ancha orqada, ya'ni juda ham eski qolib ketgan metod bu. IDE ni ishlating, ya'ni shu AI ga integratsiya qilingan IDE ni ishlating. Va prompt engineering o'rganing bir oy ichida, keyingi oy ichida AI bilan samarali muloqot ishlash, qanaqa AI dan maksimal samarali natija olish yo'llari bor. Chunki misol uchun juda ham prompt bilan prompt farqi bor-da. Xolos, aniq tiniq prompt bilan keng qamrovli, mavhum promptda farqi bor. O'shanga prompt yozishni o'rganing. AI bilan muloqot qilishni shu prompt engineering deyiladi. Prompt muhandisligi, shu sohani o'rganing yaxshilab. Buni maqsadi, bu sohaning maqsadi AI dan maksimal zo'r, yaxshi natija, javob olish uchun unga maksimal yaxshi, zo'r prompt, ya'ni buyruq berish kerak. O'shani o'rganing bu yog'iga. Keyingi oyda. Keyingi 3 oyda bo'lsa, AI workflowlarni yarating. Ya'ni kundalik ishga integratsiya. O'zingiz ishlaringizni avtomatlashtiring. Agent yarating. O'zingiz agent yarating. Sizga rezyume yaratadigan, ishlarga topshiradigan, misol uchun emailingizni o'qib har kuni sizga qanaqadir o'sha summary'sini beradigan, ya'ni hammasini umumiysini beradigan yoki Telegramda nimadir qiladigan AI o'sha o'zingiz agentlar yarating. Kundalik hayotingizni avtomatlashtiring. Shuning bilan boshlang. Bu uchun ham kod kerak emas. Mana shu hamma qurollarni ishlatib qilsangiz bo'ladi. Va tashkilotlar bizga kerak emas. Endi bu korxonalar uchun qo'shib ketib buni. Maqsad inson mulohazasini almashtirish emas, kuchaytirish. Sam Altman OpenAI ishlatibdi. Bu shu kompaniyalarga maslahatlar, GitHub statistikasi AI loyihalarda 98% o'sish bo'libdi. Ya'ni shu sun'iy intellekt loyihalari 98% o'sgan. Python birinchi o'rinda, JavaScript ikkinchi o'rinda, TypeScript uchinchi o'rinda. AI ML repositorlari eng tez o'suvchi bo'lib turibdi. Stack Overflow survey natijalari 26%, 76% AI vositalaridan foydalanadi dasturchilar. 70% AI ish sifatini oshiradi deb o'ylaydi. 40% dasturchilar AI xatolar riskini oshiradi deb o'ylar ekan. 13% bo'lsa 5 yilda almashtiradi deb o'ylar ekan. Ya'ni 13% dasturchilar AI bizning o'rnimizni egallaydi deb o'ylar ekan. Xo'p, mintaqaviy o'sish markazi. Eng tez o'sayotgan bozorlar Hindiston, Janubiy Osiyo, mana bizga kiramiz, 2 karra o'sish bo'lgan. Afrika yosh aholisi tufayli tez o'sadi. Latin Amerikasi remote ish imkoniyatlari, dunyo diversifikatsiya qilmoqda. AI agentlar kelajagi. Devin to'liq avtonom AI dasturchi. Devin mustaqil ravishda butun loyihani yarata oladi. Cognition Labs aytgan. Devin emas, shuni o'rniga Replit agent. Hozir ko'p chiqib ketgan. Replit, Cloud Code boya aytgandek, ular agentlar, shu agentlarni ishlating. ChatGPT emas, Cloud Code, Cloud emas. Agent ishlating. Lekin hali ham kerak inson yo'naltirish, sifatdan zo'rati biznes qarorlari va axloqiy mulohazalar hali ham kerak. Va iqtisodiy o'sishi 13 trillionga iqtisodiyotga ta'sir qilishi kuzatilmoqda. Ya'ni 13 trillion iqtisodiyotga qo'shadi. Qo'shimcha qiymat. AI dasturiy ta'minotni kengaytiradi, kamaytirmaydi, xullas. Xulosa qiladigan bo'lsak, shu paytgacha ko'rgan bo'lsanglar, hammasi ijobiy o'sish, kengayish, rivojlanish, orqaga qaytish, dasturlash o'lib ketdi, bo'ldi, u soha yopildi, dasturlash kelajagi yo'q, dasturchi bo'lmaylar, o'rganmaylar degan narsa yo'q. Hech birorta umuman bunaqa gap bo'lgani yo'q bu yerda. Negativ qarash emas, qaytingi kelajagiga bo'lgan ishonch bu yerda. Osonlashish, rivojlanish. O'shaning uchun noto'g'ri bunaqa xulosa chiqarmaylar bu videoda. Tanqidiy fikrlash juda ham muhim hali ham. Har bitta texnologik o'zgarish qo'rquv yaratgan. Ya'ni bu tarixdan ma'lum,
har doim nimadir texnologik o'zgarish bo'lishidan oldin qo'rquv bo'lgan shu ishlarni yo'qotib qo'yish bo'yicha. Lekin bu har doim yaxshiligiga, odam hayoti yaxshilanishiga sabab bo'lgan, hech qachon orqaga qaytmagan. Shuning uchun kompilerlar ham assembler dasturchilarini almashtirib yuborgan. IDE'lar text editor mutaxassislarini almashtirgan. Frameworklar scratch kodlarni almashtirgan. Lekin har safar ko'p ish o'rinlari yaratilgan. Mana umumiy xulosa, har texnologik o'zgarish bo'lganda to'g'ri qo'rquv bo'lgan, ishimizni olib qo'yadi, lekin har safar yangi ish yaratgan ular. Xo'p, harakat dasturchilar uchun nima qilishlar kerak? AI chuqurroq, egayi quchoqlang, qo'rqmang aka, ha. Egayi quchoqlang, doimiy o'rganishda bo'ling, har kuni yangiliklarni kuzating. Men o'zim o'sha Y Combinator, Anthropic shu YouTube kanallariga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yganman. Har yangi video chiqsa, o'sha birinchi 30 daqiqa 25 mana chiqishi bilan ko'raman. Yangiliklar shu Y Combinator, Anthropic, OpenAI, yana bitta-ikkita o'sha blogerlar bor, shularni kuzataman. Yangiliklarni chiqaradigan blogerlar, shularni ingliz tilida kuzatib boraman. O'sha mana shu kompaniyalarni kuzatsang, Google'ni kuzating, Google o'sha nimalar chiqaryapti. Apple orqada qolib ketgan, Samsung ham. Shuning mana shu AI kompaniyalarni kuzating. Inson ko'nikmalarini rivojlantiring, ya'ni odamlar bilan gaplashish, sotish, odamlarni ishontirish bu yo'g'i muhim hisoblanadi. Chunki kod yozish hammani qo'ldan kelgandan keyin jamiyat bilan bo'lishing, shu odamlar bilan bo'lishing, o'rgangan narsalaringizni xuddi menga o'xshab kompaniyalar uchun xodimlarga investitsiya qilish, AI integratsiyasini boshlash, axloqiy standartlarni yaratish. Statistika 2030-yilga kelib 70 millionta dasturchi bo'lishi kutilayotgan ekan. Yillik o'sish 17%, ya'ni dasturchilarning o'sishi 17%, hozirgi paytda 47 millionta imkoniyatlar cheksiz. Xulosa, dasturlashi kelajagi insonlar mashinaga qarshi emas, bu insonlar mashinalar bilan misli ko'rilmagan tezlik va hajmda dasturiy ta'minot yaratish haqida. Evolyutsiya yo'q bo'lish emas, inson plus AI cheksiz imkoniyatlar. Rahmat. Mana chuqur tadqiqotni ko'rib chiqdik. Video sal cho'zildi, lekin e'tiboringiz uchun, shu oxirgacha ko'rganlar uchun katta rahmat. Men buni xudo xolasa Telegram kanalimda bu tadqiqotni tekst ko'rinishida, bu inglizcha tadqiqot edi o'zi. Mana ChatGPT da ham qildirdim va Cloud Sonnet da ham qildirdim. Cloud Sonnet mana bunaqa chiroyli prezentatsiya ham yaratib berdi. Qabul qilinishi mana 2021-yilda dasturchilarni 20% dan kami AI sun'iy intellekt ishlatgan ekan. Hozirga kelib bu 70% ga chiqqan. Mana ko'rib turibsizlarmi? Rivojlanish bu. Xo'p, buni mana bu tadqiqot ingliz tilida, xudo xolasa buni tekst ko'rinishidagini o'qib chiqishlarni maslahat beraman. Men qiziqarli prezentatsiya qildim, slaydlar, lekin tekstda, ya'ni matn ko'rinishida chuqurroq ma'lumotlar bor. Shunga Telegram kanalimda videoning tagida havolasi bo'ladi. Men boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham mana kuzating. Telegramda, o'sha LinkedInda qiziqarli postlar, har kuni kunlik postlar berib boraman, qiziqarli yangi narsalar, AI dasturlash, startap qilish haqida. O'shanga ko'p narsadan qolib ketasiz agar yo'g'ida ham meni kuzatmayotgan bo'lsangiz, qolib ketayotgan bo'lasiz. Shunga obuna bo'lib, ko'rib, kuzatib borishingizni tavsiya qilaman. Men o'yinni chiqarib qo'yaymi endi oxirgacha. Xo'p, nima savolinglar bor, nima tushunmagan joylar bo'lsa, videoni tagida izohda yozib qoldiring. Nimani tushunmadingiz, qayerda tushunarsiz? Tushunarsiz joyi bo'ldi yoki sizni fikringiz nima? Qanaqadir savolinglar bo'lishi mumkin. Xohlasanglar Telegram guruhimiz ham bor, dasturchilar hamjamiyat degan, yoki shu videoning tagida ham qoldirsangiz bo'ladi va boshqa YouTube kanalimga kirib boshqa videolarimni ham ko'rishingizni maslahat beraman. Va eng asosiysi kuzatib boring. Xudo xolasa bundan buyog'iga shu sun'iy intellekt haqida, bu dasturlash, yangi texnologiya, bu qurollar, mana bular haqida videolar bo'ladi. Ularni ham o'tkazib olmaslik uchun kuzatib borishinglarni tavsiya qilaman. Rahmat va keyingi videoda ko'rishguncha.